Bugun ko'pchilikdan kelgan savolga men video orqali sizlarga javob bermoqchiman. Uzum marketdagi mahsulotlarimni qanaqa qilib xarid qilsanglar bo'ladi? Uzum market ilovasiga kirib, Nilu Beauty deb xuddi shunaqa qilib yozsanglar, ikkita magazinim chiqib keladi. Nilu Beauty, ikkinchisi Nilu Beauty Secret degan magazinim. Nilu Beautyda kosmetikalar, kosmetichkalar, har xil mahsulotlarni topsanglar bo'ladi. Mana ko'rib turganinglardek, masalan, bitta mahsulotga kiramiz. SPF krem. SPF kremni o'zi narxi 100 ming so'm sotiladi, lekin mana ko'rib turibsizlar, Uzum karta orqali oladigan bo'lsanglar 76 ming so'mga xarid qilsanglar bo'lar ekan. Professionalniy firmani kollageni mana. Buni 130 ming so'm sotaman, lekin Uzum karta orqali 91 ming so'mga xarid qilib olsanglar bo'ladi. Rezultatlarni mana ko'rib turganinglardek juda ham zo'r, ishlatib ko'rganlardan otsiflar ham bor. Shunaqa qilib ko'rib zakaz qilsanglar bo'ladi. Bundan tashqari novinka mahsulotlar har doim qo'yib turaman. Hozir ham kosmetichkalar qo'yilgan novinka mahsulot, ko'krak katta qiladigan krem, ikkinchi magazinimni ham hozir sizlarga ko'rsataman. Bu magazinimda har xil bujuteriyalar sotuvga qo'yganman, oshxona uchun kerak bo'ladigan buyumlar va noskilar to'plamini ham qo'yganman. Bu 5 talik, mana shu 5 tasi sizlarga boradi. Zakaz qilsanglar, masalan, 40 ming 500 so'm turgan bo'lsa, bu donasini narxi emas. Mana shu rasmdagini hammasi boradi degani. Rasmiga qarab zakaz qilaverasizlar. Mana shu rasmda nima turgan bo'lsa, hammasi zakaz qilganinglarda boradi. Har xil zakolkalar to'plami, machalkalar, dush va hammom uchun. Xullas, mana shu narsalardan Uzum marketdagi magazinimdan zakaz qilsanglar bo'ladi bemalol.